Yo, what's up guys? Sizlar bilan Hayder. Короче, bugungi videoda siz bilmagan top 3 ta noyob chiplarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Qani unda boshladik. Okey bo'llar, biz birinchi chipimiz, короче, bu juda ham oddiy. Xuddi o'sha give chipni yozamiz va spawn egg 1 qilib bitta uzamizni 51 qilamiz. Va короче bizni qo'limizga mana bunaqa NPC spawn egg nomli rangli tuxum beradi. Va uni qo'yamiz. Okey bolalar, короче bu mana editni bossalaring turli xil qishloqlar chiqadi bu yerda. Okey, yana mana bunaqa neger detail. Bu yerga eng qizig'i ismini ham olsangiz bo'ladi. Masalan, Negroy. Chiroyli bo'lib tepasida turibdi. Aytgancha buni bitta bossangiz xuddi shunday yo'q bo'lib qoladi. Va yana bitta editni bosasiz. Mana bu yerda o'sha o'g'il bolalar ham bor. O'g'il bola neger detaillar. Mana bu ko'z o'ynakli qanaqadir doktormi, shifokormi, mana bu esa bu ham professor kimdir. Xullas, mana turli xil mana bu sarig'i, короче, mana bundaqa bu nima deylardi? Pulyechilardi bunda, bankomat. Mana bu qush kiyimligimi, burgut, lochin kiyimli. Bu yerda mana yana hayvonligi bor, mana bunaqa sigirli, xullas turli xil bu yerda o'sha detail personajdagi skilllar mavjud. Mana yana o'sha qiz detail. Mana bu yerda robotcha. Mana shu robotchilar ham bor eng oxirgi qatorda. Mana. Okey, yana bu yerda ko'p mana bunaqa sariq. Yana nimadir mana robot, menimcha bular hammasi mana bu ham robot. Xullas, mana ko'rdilaring, bemalol shunaqa bo'laverasizlar. Go, mana tuxumimiz. Go, keyingi chipga o'tiramiz. Mana menda 10 ta jon bor hozir. Survival rejimidaman. Va men bu yerga kopirovat qilib olgan chipimni yozaman. Men buni ko'rmay qolgan bo'lsalaring mabodo, bemalol Telegram kanaliga o'tib olishlaring mumkin, tashlab qo'yaman. Mana ko'rib turganlaringdek qancha jonim turibdi? 10 ta edi. Bemalol mana bu yerda ham soniyasi ko'p mana. Tur qotor 20 42 ta jon bor, короче, taxminan 42 ta bo'lsa kerak. Mana golem, любой vardim, buni ko'paytirib olib 15 edi, 15 o'rniga ko'proq raqam qo'yib bemalol jonni ko'paytirib olishlaring mumkin. Shunaqa xullas. Keyingi chipga o'tiramiz. Keyingi chipimiz, ya'ni 3-oxirgi chipimiz. Eng noyob chiplardan biri bu ham mana bunaqa speed, ya'ni tezlik chipi. Короче, buni nima qila olasiz? Bunda mana tezligidan qotib ham qolyapti telefon. Mana bunda tez yugura olasiz. Eng qizig'i bu 5 xolos. Mana 5. Wow, tezligini yo. Lekin buni o'rniga 10 qo'yib ko'rsang nima bo'ladi? 10. Yana ham tezroq bo'lamiz. Flash Sonic ko'p keldim-ku. Bu yerga 50 qo'yib ko'ramiz. Wow. Soniyalar ichida qaylargadir ketib qolyapti. Shu changlar ham ochilmay qolyapti. Yo, xullas qiziqarli chip, lekin hech qachon raqamlarni ko'paytirib yubormang. Aks holda what the fuck? Yugur. Nima bo'ldi? Telefon qotib qoldi. Yo, what? Shunaqa, xullas bolalar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.